Bir tiyinga qimmat mahsulotlar top 5 taligi oxirgi mahsulotni siz aniq iste'mol qilasiz. 5-inchisi bu sun'iy sut mahsulotlari, yogurtlar. Siz aniq foydali deb o'ylaysiz, lekin u juda ham zararli. 4-inchisi kolbasa va sosiska mahsulotlari. Siz go'sht deb o'ylayapsizmi? Aniq go'sht emas. 3-inchisi snakelar, chips va kireshki mahsulotlari, ular aniq 1 tiyinga qimmat. 2-inchisi, siz yaxshi ko'rib, mehr beraman deb o'ylagan qandolat mahsulotlaringiz, har xil shirinliklar, uyga olib borsam bolalarim, ayolim xursand bo'ladi deb o'ylagan narsalaringiz sizga aniq zararga ishlaydi. Shuning uchun qandolat mahsulotlari 2-o'rinda. 1-o'rinda siz iste'mol qiladigan shirin va gazli ichimliklar. Ular sizlarning sog'lig'ingizga juda ham zarar keltiradi va ko'pincha shirin ichimliklar ichmang deganimda faqatgina baklashkadagi ichimliklarni tushunishadi. Eslatib o'taman, sok mahsulotlari, kompot mahsulotlari, kichkinagina idishdagi bolalar uchun foydali deb ishlab chiqarilgan sok mahsulotlari ham organizm uchun zararli. Sanab o'tgan mahsulotlarim barchasi zararli va bular hammasi 1 tiyinga qimmat.